pastda bo'lishi kerak bo'lgan narsa orqaga kiradi, og'izga kiradi. Toraymaydi-yu bular. Birinchi, ikkinchi stepen bo'lsa torayadi. Har xil svechkalar chiqib ketgan torayishtirish uchun. O'shalar ishlaydimi? Ayol Qaytara olmaydi-yu. chувствительность bo'lmaydi. Ayol klitoridan chувствительность oladi. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Bugun har bir ayol uchun muhim bo'lgan, lekin ochiq gapirolmaydigan mavzularni ko'taramiz va bugungi mehmonimiz ginekolog Jamila Rahmatullayevna. Assalomu alaykum Jamila Rahmatullayevna, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Vaqtingizni ayamay bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Hozirgi kunda yosh qizlarning tarbiyasi buzilib ketyapti. Ya'ni maktablarda hali maktabni bitirmasdan turib, maktabda o'qib turib, homilador bo'lib qolishyapti yoki qizligini o'sha yo'qotgan qizlar ko'p chiqyapti. Shu haqda nima deysiz? Bunga nima sabab bo'lyapti? Hop, birinchi o'rinda ko'radigan bo'lsak, bu men har doim shu internet, telefonga yuzlashaman. Chunki hozir hamma bolalarning qo'lida telefonlar. Bemalol любой payt kira oladi internetga, любой saytlarga. Meni fikrimcha bloklab qo'yish kerak. Faqat telefon uchun, SMS uchun mayli, lekin hamma narsa ochiq oydin. Bu o'z navbatida qiz bolalarni erta rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin. Bola ko'rgandan keyin atrof muhiti o'rtoqlariga ham bog'liq. O'rtog'i baribir uyda ming taqvodor, hamma narsa to'g'ri bo'lgani bilan nechidir soatda bola ko'chada, maktabda o'tkazadi. Bir-biriga qarab ham fikr xayoli o'zgaradi. Bitta gruppirovka bo'lib, 3-4tasi o'tirib ham masalan o'sha videolarni ko'rishi mumkin. O'z navbatida nima keladi? U miyada o'sha o'zgarishga olib keladi, gormonal buzilishga olib keladi. Bu narsani oldini olish maqsadida masalan hozir bizda har bitta maktabga o'zini ginekologlari biriktirilgan. Har hafta maxsus rejalar asosida tematikamiz bor. Biriktirilgan ginekologlar borib, guruh qilib, o'sha yoshga nisbatan olingan qizlarni yig'ib, leksiyalar o'tamiz. U leksiyalarda masalan birinchi o'rinda qiz bola gigiyenasi to'g'risida ish olib boramiz. Chunki bir xil qizlar umuman gigiyena nimaligini tushunmaydigan qizlar bor, uni tushuntiramiz. Balog'atga yetishda gormonal fonlarning o'zgarishi, hayz siklini buzilishi, u nimaga olib kelishi mumkin. Masalan, oyisiga, opasiga, xolasiga aytolmaydigan gaplari bo'lsa, biz borib turamiz, o'zimizni yordamimizni ayamaymiz. Masalan, bu savollari bo'lsa, shunda ham o'tirgan qizlar savol berishga uyaladi. Shu darajada skrytый bo'lganlik hisobiga keyin qog'ozga yozib beringlar savollaringlar bo'lsa deymiz. Savollar yozib berishadi, u savollarga to'la to'kis javob berishga harakat qilamiz. Shuni hisobiga, lekin ayanchli holat maktablarda shunaqa narsalar kuzatilib turibdi. Albatta buni oldini olishimiz kerak. Mana hozir shaxsiy gigiyena haqida gapirdingiz. Hozir mana fursatdan foydalanib, mana ekran qarshisida o'tirgan yosh onalarimiz, qizlarimiz ko'rib turishibdi. Ularga nima maslahat berasiz? Mana shaxsiy gigiyena deganda aynan nima nazarda tutiladi? Shaxsiy gigiyena deganda birinchi o'rinda yuvinib, bosh toza bo'lishi, ichki kiyimlar alishtirilishi, bir xil 2-3 kunlab ham yurar ekan. Baribir bolani yoshligidan o'rgatish kerak. Qiz bola ayniqsa bir kunda iloji bo'lsa ertalab, kechqurun, bo'lmaganda bir mahal baribir yuvinishi shart. Chunki apokrin bezlarimiz bor. Qizlar уже 9 yoshdan hozir ahamiyat berayotgan bo'lsak, erta kelyapti qizlarda hayz. Nimani hisobiga? U o'sha o'rtoqlar bilan suhbatlashish, har xil internetdan ommaviy axborotlarni olgandan keyin miya o'zgarib, rivojlanish boshlayapti. Erta boshlanadi. Bola o'zi kichkinada, uni baribir nazorat qilmasak bo'lmaydi. Pastellar, masalan, chochiq qizlarda individual, отдельно bo'lishi kerak. Bir xillarni uyida masalan 3 ta akasi bo'lishi mumkin, adasi bo'lishi mumkin, lekin aynan qiz bolalarni yuz chochig'i, badan chochig'i отдельно turishi kerak. Mana yosh qizlarniki hayz kelishi necha yoshdan o'zi kelish kerak? Qachon agarda mana kelmasa, onalar
ginekologga murojaat qilish kerak bo'lgan payt qachon? Ha, Qachon xavotir olsa bo'ladi onalar? Hayz sikliga keladigan bo'lsak, bu o'zi har bitta qiz uchun individual bo'ladi. Chunki har bitta qizni yoshiga nisbatan kimdir bo'yi balandroq bo'lishi mumkin, kimdir vesi kattaroq bo'lishi mumkin, jussasiga qaraladi. O'zi qiz bola 38 kiloga to'lmagunicha hayz sikli boshlanmaydi. 36-38 ga kilogramm bo'lgandan keyin уже gormonlar ishlashi ko'payadi. O'zi klassik darajada 11 yoshdan 15 yoshgacha bo'lishi kerak. Lekin hozir ekologiyadir, yeb ichishimizmi, kasallanishmi, immunitetmi, shularga ahamiyat berganda 9-10 yoshda ham hayz kelayotgan qizlar bo'lishi mumkin. Bu albatta aytganimdek, gipofizimizni rivojlanishiga bog'liq, erta tuklanish, ko'krak bezlarini kattalashgan, masalan, qizlar bo'lsa, bilsa bo'ladiki, hayzi vaqtliroq kelishi mumkin. Shunda shu 4-5 sinfdan уже leksiyalar o'qishni boshlaymiz, bola tayyor bo'lishi uchun, qo'rqib ketmasligi uchun. Qaysidir qiz masalan oyisiga aytishi mumkin, bir xil aytmasligi mumkin. Onalar ham bolam hali kichkina deb o'ylashi mumkin va holanki уже bola katta bo'lgan bo'ladi. Baribir psixologiyaga bog'liq. Lekin hozirgi qizlarni menimcha ko'pi уже tushunadi buni. O'zaro gaplashganda ham уже bilishadi va tayyor turadi. Shunda biz baribir leksiyalar o'tganimizda prokladkalar solib yuringlar, salfetkalaringlar bo'lsin, tursiylaringlarga qarab turinglar, kuzatib turinglar. Agar hayzinglar kelgan bo'lsa, kalendar qilib olinglar, keyingi oy qaysi payt kutilishi mumkinligini bilish uchun deymiz. Keyin shu 11 yoshdan davlatimiz tomonidan UZI tekshiruvlari ham o'tkaziladi. Bir yilda 1 yoki 2 marta biriktirilgan poliklinikalarga qizlar chiqib yoki UZI apparati olib borilib, UZI tekshiruvi o'tkaziladi. U nimani hisobiga? Juda ko'p qizlarda masalan balog'atga yetganda hamma ham doktorga olib bormaydi qizini. Olib borgan payt уже turmushga chiqqanda yoki hayzi kelmayapti-ya, voy mana bunaqa bo'lyapti deb borganda UZI tekshiruvlari asosida bachadon umuman yo'qligi ham aniqlanyapti. Shu anomaliyalarni oldini olish maqsadida profilaktik ko'riklar o'tkaziladi maktabda. Masalan, shamollash yoki gormonal buzilish bo'lsa, albatta ko'riladi UZIda. Va agar bola shu poliklinikaga biriktirilgan bo'lsa, albatta uchetga olinib, davolanib, qaytadan davolanishdan keyingi davrda yana qayta ko'riladi. Asoratlar qolmasligi uchun. Qizlarni turmushga berayotganimizda ham ularni qanday tayyorlash kerakmi? Albatta tayyorlash kerak deb o'ylayman. Baribir masalan hozir respublikamizda tibbiy ko'riydigan narsa bor, zaksdan oldin. Lekin men shuni aytamanki, baribir 18 yoshga yetdimi, 1 yilda bir marta ko'rsatib tekshirilishi kerak. Faqat qizlar emas, albatta yigitlarni ham tekshirishimiz kerak. Bunda masalan gormonal fon tekshirilganda, kerak bo'lsa UZI tekshiruvi asosida shamollash bormi, yo'qmi, albatta bilish kerak. Chunki turmushga chiqqandan keyin voy san uyingda kasal bo'lgansan, san sog'lom bo'lmagansan degan narsa bo'lishi kerak emas umuman. Bu ayol kishi uchun ham, erkak kishi uchun ham juda muhim narsaga ega. Keyin bizda masalan Yevropalarda, Rossiyalarda, Amerikalarda homiladorlikka tayyorlanadi. Bizda unaqa narsa mana endi yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Bu nima degani? Uchetga Osiyo homiladoriga foliyaviy kislota, yodomarinlar yozamiz, mikroelementlar. Vaholanki u tayyorlov homilador bo'lishdan 3 oy oldin boshlash kerak ichishni, organizmni to'yintirish maqsadida. Dozirovkalari bor. Ichib 3 oy ichib, keyin harakat qilish kerak. Bizda albatta bu narsani masalan kelinlik uyiga dorilarni olib borsa, voy san nima kasalmisan, san nimamisan degan tushunmovchiliklar ham bo'lishi mumkin. Bu juda noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Masalan, baribir turmushga chiqmoqchi bo'lsa, bir 3 oy oldin, 4 oy oldin onalar agar ginekologga olib kelsanglar yoki oddiy terapevtga olib borilsa ham tekshirilganda, albatta shu narsalarni tekshirib, mikroelementlarga boy bo'lgan kerakli vitaminlarga organizmni to'yintirib,
keyin turmush qurgan maqsadga muvofiq. To'g'ri aytdingiz, haqiqatda bizada turmushga chiqqandan keyin qaysidir vaqt o'tib yoki srazu homilador bo'lishga tayyorlov boshlanadi. Qarang, yengillik bormi deb so'rashadi. Bu masalan qiz bola uchun, yangi kelin uchun juda ham og'riqli nuqta hisoblanadi-da. U shunda shu narsani o'ylaydi. Vaholanki er xotin bir-biriga o'rganishiga 1 yilgacha biz muhlat beramiz. 1 yildan keyin homilador bo'lmasagina ginekologga borishni tavsiya qilamiz. Bizda 2 oy yo 3 oyda bo'lmasa ham уже xavotirlanib oyijonlar yo onalar olib kelishadi. O'zi qiz shuncha yil onasini uyida katta bo'ladi. O'tni havosi boshqacha, o'tni suvi boshqacha, o'tni sharoiti boshqacha. Yangi uyga qovushib, o'rganib, jinsiy hayotga o'rganishga ham vaqt kerak bo'ladi. Organizm bir-biriga mos keladigan bo'lsa, tinchlikda u problema bo'lmaydi. Mana shu turmushga chiqqandan keyin o'zi qaysi tekshiruvlardan o'tish kerak? Endi o'zi zaksimiz bo'yicha tibbiy ko'rikda VICH, RV topshiriladi. Umumiy qon tahlillari, narkodispanser, psixodispanserlardan o'tiladi. Uchetda turadimi, yo'qmi tekshiriladi. Lekin ginekolog tomonidan bo'lsa, UZI tekshiruvi o'tiladi. Masalan, qizlarni kresloda olib tekshirish u mumkin emas. Unaqa narsa bizda yo'q. Faqat UZI qilinadi, shamollash bor yoki yo'qligini bilish maqsadida. Agar shamollash bo'lsa, lecheniya qilib to'ygacha to'g'irlanish kerak bo'ladi. Chunki medosmotrdan o'tishga ham vaqt beriladi. Masalan, shunchada o'tdi, bo'ldi emas. 1 oy oldin zaksga topshirilganda 1 oy muhlat beriladi. Shuni ichida shu oy ichida tekshiriladi. Endi albatta men maslahat berardimki, gormonal fonni ham tekshirib olish kerak. Qalqonsimon bezda patologiya bormi yo'qmi? Chunki biz O'zbekiston endemik zonadamiz. 10 ta ayoldan 7 ta 8 tamizda diffuz buqoq har xil darajalarda tugunli, tugunsiz bo'lishi mumkin. Ularni tekshirib turib, keyin qizlarimizni turmushga bersak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Demak, turmushga tayyorlanayotganda ham ginekologdan, ham endokrinologdan o'tish kerak demoqchisiz. Albatta o'tish kerak deb o'ylayman. Bepushtlikni o'zi asosiy sabablari o'zi nima bo'ldi? Hozir juda ham ko'payib ketgan. Kimdir shu birinchi homila bo'lishi qiyin bo'ladi, mana 5 yil, 10 yillab kutishadi. Kimdirlar bo'lsa, birinchi farzandni ko'rishadi, keyin yana orada vaqt bo'lib qoladiki, ikkinchi homilador bo'lishga qiynalishadi. Mana bunga nima sabab bo'ladi? Shu bepushtlikni o'zini oladigan bo'lsak, bu bepushtlik 1 yil va undan ko'p aktiv jinsiy hayot vaqtida, saqlanmagan jinsiy hayot vaqtida homilador bo'lmaslik. U o'z navbatida aytganingizdek birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi bu ayol umuman homilador bo'lmagan bo'ladi, ikkilamchi bu homilador bo'lib tuqqan yoki homilasi nobud bo'lgan va ozmuncha vaqtdan keyin umuman homilador bo'lmagan bo'ladi. Uni sabablariga keladigan bo'lsak, sabablari turli xil. Gormonal buzilish bo'lishi mumkin, travma bo'lishi mumkin, bosh miyada masalan stresslar qanaqadir, o'sma kasalliklari, har xil infeksiyalar orttirilgan yoki tug'ma bo'lishi mumkin. U o'z navbatida UZI tekshiruvlari, gormonal tekshiruvlar, keyinchalik masalan trubalarni tekshiruv o'tkazuvchanligi tekshirilib, tug'ma anomaliyalar bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Bepushtlikni sababini aniqlash uchun yana er-xotinni совместимость degani bor. Robert Shvarskova, ular tekshiruvlari juda ko'p. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Bunda ayolni masalan qo'pol qilib aytganimizda qinini darajasi kislotali bo'ladi. Erkaklarning spermatozoidi ishqor bo'ladi. Kislotaga ishqor tushgandan keyin masalan spermatozoidlar yetib bormasligi mumkin. Ayol kishi jinsiy hayotdan keyin уже yo'l ochiq bo'ladi. Shuni hisobiga Allohning mo'jizasi kislotali muhit qiladiki, tashqi muhitdan infeksiya kirib tarqalib ketmasligi uchun. Va spermatozoidlar ishqoriy muhit, ular qo'shilgandan keyin neytral bo'lib toza holda kirib ketadi.
lekin ayol bilan erkakni bir-biriga mos kelmasligini ham shu bilan tekshirsa bo'ladi. Bu laboratoriyalarda tekshiriladi, sinamalar o'tkaziladi. Masalan, ayol kishi bilan erkak kishi o'sha sinamalar musbat bo'lsa, bular homilador, bu erkakdan masalan o'sha ayol homilador bo'la olmaydi. Va o'sha keyinchalik bola xohlashsa yo'q boqib olinadi yoki jinsiy partnyorlar alishish kerak. Buni qanaqa payt tekshirish kerak? Masalan, hozir men birinchi marta bunaqa narsani eshityapman, что shunaqa bo'lishi ham mumkinligini. Endi uni to'ydan oldin masalan tekshirib bo'lmaydi. Uni masalan o'sha yashak masalan 1 yil yo undan ko'p homilador bo'la olmasa, ginekologga borilganda tekshiriladigan narsalar. Umuman olganda bepushtlik psixologiyaga ham qanaqadir taalluqlimi? Juda ham taalluqli deb bilaman, chunki mana turmushga chiqdi, aytganimdek. O'zi stressda. O'zi yangi uy, ertalab uxlab qolmay deydi. Voy ko'cha sipirishim kerak deydi. Uyda ko'cha sipirishi mumkin, sipirmasligi mumkin. Shuni hisobiga juda ko'p muammolar bo'lyapti yangi oilalarda. Meni fikrimcha baribir oyijonlar ham baribir sal ustupkaga borish kerak deb o'ylayman, lekin ko'p ko'rgan tanishlarim sharoit qilib berishadi. Shu sal kech qolsa bir asabiylashmaslik uchun, bola baribir qiz o'rganish uchun sal vaqt kerak deb o'ylayman. O'zi shu o'rganishga vaqt keladi, kerak bo'ladi. Ertalab zavtrakka nima yeyishadi, qanaqa qilishadi? U juda katta stress, o'zimizdan ham qiyos. O'sha stressdan o'tib oldimi, unga ham 2-3 oy ketadimi? Kimdir srazu qo'shib ketadi, kimdir qiynaladi. Ketdi, bir xil qilib bor, o'sha bir oydan keyin nima xabar bormi, yangilik bormi, u ham ikkinchi stress. Shunda er xotin bir-biriga to'ymaydi. Tezroq bola bo'lsin deydi. Bu avtomatik ravishda miyani bloklab qo'yadi. Ha deb o'ylavergandan. Albatta, chunki bir-birini yaxshi ko'rib yotish kerak bo'lgan joyda unisi tezroq bola qilib beray deydi, bunisi tezroq menga bola qilib bersin deydi. Bu organizm uchun juda katta stress deyman. Hozir eko orqali homilador bo'lish rivojlanib ketgan. Qachon ekoga murojaat qilsa bo'ladi? Eko juda ko'payib ketgan. Endi baribir mana men degan reproduktologlar ham, eko sentrlar ham ayollar murojaat qilganda tabiiy yo'l bilan bo'lishni xohlaydi. Lekin qachon degan masala kelganda, masalan, tuxumdonlar bor. Tuxumdonlarning ichida follikullar kam bo'ladi. Bir. Kam bo'lgandan keyin уже follikulyarniy apparat istashon deyiladi. Masalan, yosh bo'yicha bo'lishi mumkin yoki hozirgi ekologiya masalan tez kasallanish ham follikullarni tez nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Chunki bola zachatiya paytida onani qorniga tushgandan keyin уже qiz bola bu rivojlanishni boshlagandan keyin уже follikullar o'sha homilaning ichida bo'ladi. Va u 9 oy qorinda katta bo'ladi, tug'iladi, 10 yoshgacha boradi, hayz keladi. Har hayzda follikulyar apparatimiz уже ishlab ketadi. Tug'adi, tug'ishga ulguradi. Tuqqandan keyin bir xillada follikulyarniy apparat juda oxirigacha zo'r ishlaydi. Kimdadir уже kamayishni boshlaydi, ayrim sabablarga qarab. U birinchi u ayol tomonidan. Erkak tomonidan ko'radigan bo'lsa, spermatozoidlarning sifati bor, protsenti bor, aktivность A, B bor, aktivligi bo'yicha. U masalan aktivligi past bo'lishi mumkin. Tiriklar ko'p, lekin aktivligi past bo'lishi mumkin. U ham yomon belgiga hisoblanadi. Ekoning ham o'zi har xil turlari bor. Ekoni X turi bor, eko turi bor. Bu тоже laboratoriyalarda o'sha tirik sifatli spermatozoidlarni tanlab, follikula bilan qo'shib homila paydo qilib muzlatib qo'yishadi. Tayyor homilani. U 5 kunlik bo'lishi mumkin, 4 kunlik bo'lishi mumkin, embrionlarni o'sha muzlatgichda saqlab qo'yib, bu ham baribir onalik bo'lish shanslarini oshiradi. Lekin rivojlangan bo'lgani bilan baribir mana men degan reproduktologlar ham tabiiy yo'l bilan harakat qilishadi. Chunki eko bilan baribir o'sha ayol gormonda bo'ladi.
keyin tekshiruvlari bor o'zini, nuqsonlimi, nuqsonsizmi, 9 oy shu tuqqunicha ko'rikda bo'ladi. Jamila opa, shu eko qilish xavfli emasmi? Masalan, odam sal qayqib qolganda, Janna Friski eko qilgandan keyin ahvol og'irlashib, mana olamdan o'tganlar. Endi unda onkologik kasallik bo'lgan. Ha, shu eko onkologik kasallik chiqarishi mumkinmi? Endi yo'q, u narsa chiqarishi mumkin emas, lekin eko ham baribir operativniy vmешательство. O'sha tuxum hujayralarni olish amaliyoti bu tashqidan ta'sir qilish, bilvosita ta'sir qilish hisoblanadi. U albatta uni operatsiya deymiz, vmешательство deymiz, o'zini risklari bor. Chunki eko qilingan homila bu bo'ldi tuqquncha faqat gormonda bo'ladi. Hammamiz bilamiz, onko markerlar, onko hujayralar har bitta organizmda o'zi bor. Janna Friskini bir narsa deb bo'lmaydi, chunki u yosh katta payt homilador bo'ldi. Agar eshitgan bo'lsangiz, bizda 35 dan yuqori ayollarga tug'ishni tavsiya qilmaymiz. Nima uchun? Har xil genetik kasalliklar ko'pligi sababli, lekin hozir dunyo bo'yicha tug'ruqlar sekin-sekin, masalan, qari tug'ruqlar juda ko'p. Ha. Qari tug'ruqlar juda ko'p. Lekin kimdir asoratsiz tug'adi, 9 oy ko'tarib, kimdadir asoratli bo'lishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. 30 yoshdan keyin aqlli bola tug'iladi deyshadi, shu rostmi? Endi u aqlli bola tug'ilmaydi, menimcha ona bilan otani o'zi yoshi katta bo'ladi, bolaga nisbatan boshqacha ko'z bilan qaraladi. Yoshlikda tuqqanda ha hi qilib hamma yordam beradi, katta bo'lganda o'zini bilib olgan bo'ladi, ayol ham, erkak ham bolaga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Bu lekin aniq fakt. Yana bitta eng muhim mavzulardan bittasini ko'tarmoqchiman. Homilador payti qaysi infeksiya xavfli hisoblanadi? Xo'p, homiladorlik paytida jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar juda xatarli hisoblanadi. U nima bo'lishi mumkin? Sifilis, gonoreya, to'rch infeksiyaning o'tkir davri va albatta VICH infeksiya, VICH virusi ham juda xatarli hisoblanadi. Bizda mana shu infeksiyalarni homilador paytda tekshirishadi. Shuni homilador bo'lishdan oldin tekshirish kerak emasmi? Bizning prezidentimizning qarori asosida O'zbekiston Respublikasi aytganimdek ZAGSga ariza topshirganida VICH, RV ga analiz topshiriladi, lekin to'rch infeksiyalar yo'q. Bu yerda yo'q. VICH, RV topshiriladi, keyin ZAGSdan o'tiladi. Agar отрицательный bo'lsa juda ham yaxshi. Agar отрицательный bo'lmasa, baribir u sirri u tomonga aytishga hech kim haqqi yo'q. Lekin aniq chiqqandan keyin aytgin deb aytiladi. Chunki avtomatik ravishda bu tomon yoki bu tomon uchetga olinadi va nazorat qilinadi. Homilador bo'lganda kelsak, ayol homiladorlik bo'yicha uchetga olinganda, uchetga olingan kuni och qoringa topshiriladi. VICH, RV, gepatit B, C, umumiy qon tahlili va 30 hafta, ya'ni обменный karta degan narsa bor. Raddomga yo'llanma olayotgan payt qayta topshiriladi. Chunki VICH infeksiyasi shunaqangi kovarniy virus hisoblanadiki, dam olish davrida bo'lishi mumkin, skrytый period bo'lishi mumkin. U skrytый period 20 yilgacha bo'lishi mumkin. Va uchetga turganda, masalan, chiqmay turib, obmenka paytida chiqib qolishi mumkin. Akno davriga to'g'ri keladigan bo'lsa. Albatta, shuni hisobiga biz 10 haftagacha homilador murojaat qilganda uchetga olishga harakat qilamiz. Nimaga? Agar VICH infeksiyasi, VICH virusi chiqadigan bo'lsa, o'sha kundan boshlab ARV terapiyasini oladi. U qanaqa terapiya? U antiretrovirusniy terapiya deyiladi. U ayol uchetga qo'yiladi, infeksionist spitsentre bo'yicha va har oyda o'zini vaqtida borib analiz topshiradi. CD kletkalari bo'ladi. CD kletkalari pasayishi kerak bo'ladi. O'sha virus nagruzkasi, o'sha dorilar pasaytiradi. Va ayol bemalol homilador bo'ladi. Katta bo'lib, bu yerda bolaga o'tmasligini oldini olishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Kesir kesish yo'lini tavsiya qilamiz tug'ruq paytida va emizmaslikni. Bola tug'ilgandan keyin avtomatik ravishda analiz olinadi.
analizi chiqmasa, shu bilan 1,5 yoshida, ya'ni 18 oyligida topshiriladi. Shunda ham bolada chiqmasa, uchetdan chiqib ketiladi. Shuncha aytyapman-da, homilador bo'lgandan keyin infeksiyani tekshirishadi-da. Bu homila nuqson bilan tug'ilishiga olib kelmaydimi bu narsa? Kech emasmi demoqchiman-da bu savolim bilan. Yo'q, u olib kelish emas, uchetga qo'yilgandan keyin skrining tekshiruvlaridan o'tadi. Har bitta trimestrda, birinchi trimestrimizda mana uchetga qo'yilgan bo'lsa, 11 hafta-yu 3 kundan boshlab 13 hafta-yu 6 kungacha birinchi skrining tekshiruvidan o'tadi. Bunda UZI tekshiruvi va lozim bo'lsa skrinolog двойной testga yuboradi. Bunda qondan aniqlanadi. Ikkinchi skriningimizda o'sha bolada yurak, miya nuqsonlari bor yoki yo'qligi aniqlanadi. U 17 haftadan 19-20 haftagacha tekshiriladi va traynoy test qon topshiradi. Bunda ham qon tomonidan gormonal bola srogiga to'g'ri kelyaptimi, genetik kasalliklari bormi, yo'qmi, shuni aniqlaymiz. Va 3-skriningimiz 28 haftadan 32 haftagacha Doppler tekshiruvi qilib tekshiriladi. Nuqsonlarni aniqlash. Homila tushishiga olib keladigan infeksiyalar bormi? Albatta, homila masalan tushishini o'zini turlari bor. Erta tushish, homila tushish xavfi, kechki. Erta tushish masalan 10 hafta, 9 haftagacha bo'lishi mumkin. O'tkir davrli infeksiyalarda ko'pincha shunaqa bo'ladi. Bolani mana aytadi, voy tushib qoldi-ya, voy yuragi to'xtab qoldi-ya deydi. Vaholanki kichkina srokda sog'lom homila hech qachon yuragi to'xtab qolmaydi va tushib qolmaydi. Infeksiya, virus ko'plar shamollab qoladi, bilmay turib dorilar ichadi. U o'z navbatida rivojlanishga ta'sir qilishi mumkin. Va bachadonda shunaqa narsa borki, sog'lom homilani yuragini to'xtatib qo'ymaydi bachadon hech qachon. Organizm nosog'lom bo'lsa to'xtatishga harakat qiladi. Shunda yuragi to'xtab qolishi mumkin yoki qon ketib tushib qolishi mumkin. Shu bir xilida qayta homila tushishi bo'ladi. Bu уже bachadon eslab qolish qobiliyatiga ega. И привычное невынашивание degani bo'ladi. Shundan qo'rqamiz. O'sha strokda homila yana ugroza bo'lib tushirishga harakat qiladi. Shunga men aytaman har doim, mana birinchi bolasi nobud bo'ldimi, tushib qoldimi, albatta saqlanish kerak. Saqlanish kerak va saqlangan payt nimaga sababini bilish kerak. To'rchi infeksiyani hisobigami yoki qanaqadir virus bo'lganmi aniqlash kerak. Bizda yo'q, bilishmaydi, yo'q doktorga olib chiqilmaydi, yo'q xarajat qilmaymiz deydi. Yengil qarashadi bunga. U narsa yomon narsa. U o'zi qonda bo'lsa virus, o'tkir davri bo'lsa, keyingi homilani ham xuddi shu srokda nobud qilishi mumkin. Bu srokda nobud qilmasa, katta srokda nobud qilishi mumkin. Va hozirgi eng dolzarb masalamiz bu qon quyuqligi. Ayol homilador bo'ladi, ko'p eshitgandirsizlar, praktikamizda ham ko'p bo'lgan. Birinchi homila qon quyuq to'xtab qolgan. Yo antinatal nobud bo'ladi. Bu antinatal nobud bo'lish bu homilani ichida hali tug'ilmay turib nobud bo'lish. Intranatal bo'lishi mumkin, tug'ilayotgan paytda tomir yorilib, qon quyuqlashib, bola ko'karib ketadi. Yoki perinatal, bu уже bola tug'ilib, keyin nobud bo'lishi. U juda ham bir yaxshi emas-da, baribir stress. Ona uchun 9 oy ko'tarib turib bola yo'qotish bu har tomonlama doktorga ham zarba. Masalan, biz hech qachon qaragan bolamiz nobud bo'lishini xohlamaymiz. Tug'dirayotgan vrachga ham stress. Birinchi o'rinda ona bilan otaga. Jamila opa, shunaqa savol kelyapti. Jinsiy aloqa paytida hid kelishini sababi nimada deb. Xo'p, u agar o'sha savolga yana so'rasa o'sha odammi, onlayn konsultatsiya qilib yoki oldimizda bo'lsa, qichish ham bo'ladi. Uni sabablar turli xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu jinsiy partnyorlarni 1, 2 yoki 3 dan ko'p bo'lishi mumkin. Bunda bizani erkaklarni ko'pi himoya vositalaridan foydalangisi kelmaydi. Butun dunyoda jinsiy yo'l orqali yuqadigan kasalliklar sonini kamaytirish maqsadida prezervativlardan foydalanilsa, bizda u narsa umuman foydalanmaydi. Shuni hisobiga
jinsiy yo'l orqali yuqadigan kasalliklar, infeksiyalar, viruslar bitta partnyordan ikkinchisi bor joydan uchinchisi, to'rtinchisiga tarqalib ketadi. Uni aniqlash juda oson. Normada ayol kishida выделение hidsiz bo'lishi kerak, rangsiz bo'lishi kerak. Agar uje yashil, sarg'ish, qo'lansa hidli deydi. Xuddi bir tuxli riba yoki go'sht, sasigan go'sht hidi bo'lsa, u 100% uje infeksiya bor degani. Albatta bu yerda bitta partnyori davolashni o'zi kamlik qiladi. Masalan, men borib aylanib yuribman deb bitta erkak tan olmaydi. Lekin shunday ayollar ham borki, eri bo'lib turib, chetda partnyor bo'lishi mumkin. U o'z navbatida o'tdagi partnyorlarni zararlantirishga olib keladi. Bunday hollarda baribir er-xotin va shunaqangi suhbat o'tkazish kerakki, kasal o'zi aytib berish kerak. Bir xilli doktorga ishonib, sirrini aytib, o'sha narsani oldini olish maqsadida aytadi va har bir partnyor tekshirilib, lecheniya olishi kerak. Masalan, jinsiy yo'l orqali yuqadigan kasalliklar ko'pincha sifilis, gonoreyalar bo'ladigan bo'lsa, u maxsus ko'j venerologiyada ko'j venerologlar davolaydi. Ular uchetga olinadi va o'tda uje tekshiruv ishlari olib boriladi va hamma partnyorlar aniqlanadi, chunki tashuvchi hisoblanadi. U tarqalib ketaveradi. Buni navbatida kimdir homilador bo'lib qolishi mumkin. Tug'ma sifilis bilan tug'iladigan bolachalar bo'lishi mumkin. U butun umrga bola invalid bo'ladi. Unaqa bolalar uchetda turadi va davlat tomonidan ta'minlanadi. Sog'lig'iga kerakli bo'lgan narsalar. Albatta, jinsiy hayot vaqtida partnyorlar ko'p bo'lgandan keyin uni infeksiyasi bunga kiradi. Buni immuniy sistemasi masalan past bo'lsa ayollar boshqa infeksiya qo'shilib ham ketishi mumkin. Va ketdi, pastelda bo'ladi. O'shanga men aytaman, yosh bolalar ota-onani pasteliga, kravatiga umuman chiqish mumkin emas. Masalan, bizni kichkinaligimizda onam bizani ruxsat bermasdilar yoki покрывало yopardilar. Bir xilli onasi, otasi bilan uxlaydiganlar bor. Trusida, ochiq yoki pampersni alishtirishi mumkin, umuman mumkin emas. Bunga yo'l qo'yish kerak emas. Men ham olib yotardim lalaligida, lekin men o'zini ko'rpachasi bo'lardi, pelyonka qilib qo'yardim. Masalan, bolani pampersni alishtirayotgan paytda ham ko'tini tagiga o'sha pelyonechkasi yoki pelenalniy stolik. Hamma ham pelenalniy stolikda sharoiti yo'q. Lekin baribir gigiyenaga rioya qilib, o'sha kichkina bolani o'zini chochiqchasi, o'zini pelyonkalari birga bo'lishi kerak. Yana bitta savol kelyapti. Libido nima o'zi? Libido bu meditsina tilida libido deymiz, lekin xalq tilida hirsning yo'qligi yoki frigidность deymiz. Bunda ko'pincha ayol kishida bo'ladi bu narsa, jinsiy aloqadan to'laqonli qoniqmaslik. Va o'z navbatida libidosi past ayollar yoki frigidnosti bor ayollar erini xohlamaydi. Shu bir xil ayollarimiz bor. Bizda juda ko'p bu muammo, katta muammo. Oldimga ko'p ayollar murojaat qiladi. Erim masalan xohlaydi deydi, men xohlamayman, menga tegsa yoqmaydi deydi. U nimani hisobiga? O'sha oilaviy notinchlik bir, stress, yana tug'ruqlar sabab bo'lishi mumkin. Masalan, yosh kelin kuyovlarda qizlar tushunmasligi mumkin, lekin birinchi, ikkinchi boladan keyin libido ko'tarilishi ham mumkin. Bu juda muhim muammo deb o'ylayman. Oilani mustahkamligi uchun bu ham bo'lishi kerak narsa. Shunda ayollar bunaqa muammo bilan murojaat qilsa, biz gormonlarni tekshiramiz, muammolarni yechishga harakat qilamiz, lekin libidoni pasayishi normada ham bo'lishi mumkin. Bu qaysi hollarda? Bu ayol homiladorlik paytida, emiziklik paytida bo'lishi mumkin va klimaks yoshida bo'lishi mumkin. Lekin bu ham individual ravishda bo'ladi, kimdadir nabarot bo'lishi mumkin. O'shanga masalan bu unaqa, bu bunaqa deya olmaymiz. Har bitta organizm individual.
Nega homilador paytida shunaqa bo'lib qolishadi? Gormonal o'zgarish homiladorlik paytida progesteron gormoni ustunlik qiladi. U o'z navbatida estrogen, ayollik gormonini pasaytiradi. Bizani ayollik hirsimiz u estrogenimiz, estradiol. Bir xil ayollar homilador bo'lgan paytida erini ko'rgisi ham kelmay qoladi. Xuddi shu narsa. Hidi yoqmayapti deyishadi. U toksikoz, u o'sha gormon hisobiga, progesteron hisobiga xohlamaslik. Bir xili nabarot bo'ladi. Bu narsa qolib ketishi ham mumkinmi? Endi u albatta qolishi ham, lekin ko'plida qolmaydi. O'tib ketadi tuqqandan keyin. Bunaqa paytda nima qilish kerak? Hech narsa qilish kerak emas, kutish kerak, yaxshiligiga intilish kerak. Erkak kishi sabr qilib kutish kerak. Albatta. Xiyonat shu paytda boshlanar ekanda. Ko'p muammolar shu paytda boshlanishi mumkin. Yo homiladorlik paytida, yo tuqqandan keyin bolaga nima qilib qolishi mumkin. Aralashib, sutim oqib ketyapti. Bir xil erkaklar bitta xonada yotmay o'zini to'shagini отдельно qilib oladi. Bu o'z navbatida uje oilani ga treshina tushadi munosabatga. O'shanda aytamanki, baribir erkak kishi o'zi tanlagan ayoli, o'zini farzandi harom xarishdan o'zini ehtiyot qilib, sabr qilib tursa, hammasi vaqtinchalik. Ayol kishi 1-2 oy ichida o'ziga keladi va to'laqonli o'sha bajargan vazifalarni qilib berishi mumkin. Ba'zi ayollar tug'ruqdan keyin tez-tez hojatga boradigan bo'lib qoldim deyshadi. Bunga nima sabab bo'ladi? Xo'p, tug'ruqdan keyin bo'lsa, ko'pincha biz tug'ruqqa qanaqa yo'l bilan sodir bo'lganini so'raymiz. Farzandimiz necha kilo tug'ilganini so'raymiz. Tug'ruq vaqtida travmalar bo'lganmi yoki yo'qmi? Tug'ruq qanaqa yo'l bilan olib borilgan? So'raymiz nimani hisobiga. Ko'pincha shu tez-tez hojatga chiqish sababi buqin old va orqa devorlarini tushish bo'lishi mumkin. U ham ginekolog stolida vaginal ko'rik paytida aniqlanadi. Darajalari bor, 1-chi, 2-chi, 3-chi. 1-chi va 2-chi darajalarda ayol fizkultura bilan, mashqlari bilan shug'ullanganda o'ziga keltirishimiz mumkin. Bu muskullarni bo'shashib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Lekin tug'ruq noto'g'ri olib borilsa, agar ayol homiladorlik vaqtida, homiladorlikdan oldin og'ir yuk ko'targan bo'lsa, уже 3-chi daraja va выпадение matki degan narsa bor. O'sha ham bo'lishi mumkin. Bunday hollar faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Savollar tushishi mumkin, operativ davolangandan keyin qanaqa asoratlar yo nima kutish mumkin degan narsa. Operativ yo'l bilan qin devorlarni ko'tarilgandan keyin ayol o'zi tug'a olmaydi. Keyinchalik tug'moqchi bo'lsa, faqat kesir kesish yo'li bilan tug'ishi mumkin. Operatsiyalar qilinadi, ko'riladi va albatta orqa devor tushganda ayolda gemorradial tugunlar chiqishi mumkin. U chunki bosim bosadi. Bunday payt proktologga ko'rinish kerak va bunda o'zi gemorroy sabab nima bo'ladi? Qon tomirlarini varikoz kengayishi bo'lishi mumkin. U proktolog tuzatadi. Bizi tomondan bo'lsa operatsiya qilinadi va ayol o'zini holiga qaytadi va albatta og'ir ko'tarmasligi kerak, mashqlar bilan shug'ullanish kerak. Yana bir nima borki, zastoy malava taza degan tashxisimiz bor. Bir xil uzistlar yozadi. U nima hisobiga bo'lishi mumkin? Masalan, shu homilador tug'ib bo'lgandan keyin yoki aktiv jinsiy hayot bo'la turib, rezko jinsiy hayotni to'xtashi. U ayol kishiga masalan jinsiy hayot kerakmi, kerak emasmi degan savolga javob. Albatta kerak. Jinsiy hayotda yashagan ayol jinsiy hayotda yashamay qolsa, hamma degan emas, lekin ko'p ayollarda malay tarzda zastoy bo'lishi mumkin. Bunday hollarda qon aylanishi yaxshilash kerak. Bunda yoga mashg'ulotlari, kegel mashg'ulotlari bo'lishi shart. Va albatta jinsiy hayot bo'lishi kerak agar jinsiy partnyor bo'lsa. Bu ayol uchun muhim, ahamiyatga ega. Obunachimizani 4 yoshli qizlari bor ekan, ularda qichishish va qizarish debdilar. Buni sababi nimada? Necha yosh? 4 yosh. 4 yosh bo'lsa kichkina. Endi infeksiyani
nima qilmaymiz, bog'lamaymiz, o'zini joyida yotadigan bo'lsa, ko'pincha bu parazitar etiologiyaga mos bo'lishi mumkin. Nimani hisobiga? Qiz bolani to'g'ri ichagi bilan qini juda yaqin joylashgan bo'ladi. Va agar iloji bo'lsa, parazitologga, infeksionistga olib borib tekshirtirishlari shart. Bunda ko'pincha astritsiyalar yoki lambliyalar kechasi ovqat qidirib chiqishi boshlaydi. Va chiqqan payt qatga boradi. Eng yaqin joy bu ayollarning, qizlarning sohasi. Va o'z navbatida o'tga tushgandan keyin qo'zg'atadi, organizm o'z-o'zidan himoya reaksiyasi bo'lib, qichishish, achishish beradi. Bunday hollarda shu infeksionist bilan birgalikda lecheniya olib boriladi. Bunda pastillari, ichki bilyolari har kuni 2 mahal yuvilib, dazmollanishi kerak bo'ladi va parazitolog nazначенияsiga qarab tekshiriladi. Ko'pincha bunday hollarda srazu qoladi bu narsa. Parazitologga murojaat qilishlari kerak. Jinsiy aloqa vaqtida qindan qon keladi. Qindan qon kelishini sababini bilishimiz kerak. Bunda ayol kresloga yotqizamiz, ko'ramiz qin devorlari butunmi yo'qmi. Bachadon bo'ynida hech qanaqangi erraziv kasalliklar yoki kistalar bormi yoki yo'qmi, shuni ko'rishimiz kerak. Agar qin devorlari va bachadon bo'yni toza bo'ladigan bo'lsa, ayolni transvaginal yoki transabdominal UZI tekshiruvidan o'tkazishni tavsiya qilamiz. Chunki bachadon tanasi shamollagan bo'lishi mumkin, mioma bor yoki yo'q, poliplari bor yoki yo'q, tuxumdonda kista bor yoki yo'qligini aniqlashimiz kerak. Agar bo'ladigan bo'lsa bu kasalliklar, u o'z navbatida organizm qon bilan ko'rsatishi mumkin bir narsa yetishmovchilikni. Shunda ko'pincha aniqlanadi. Qon ko'pincha eroziyalarda kuzatilishi mumkin jinsiy aloqa vaqtida. Shu teggandan keyin baribir kontakt hisobiga qon ketishi mumkin. Bunaqa hollarda birinchi bo'lib kolposkopiya tekshiruv o'tkaziladi, pap testlar, onkomarkyor virus papilloma человека degan virus bor. Uni onkomarkyorlar tekshiriladi. Agar kolposkopiyada chiqadigan bo'lsa, algoritm bo'yicha ayol lecheniya qilinadi va nazoratga olinadi. Va qaytadan lecheniyadan keyin ham tekshiruvlar asosida ko'riladi. Agar lecheniya sifatli, samarali bo'lgan bo'lsa, albatta viruslar aniqlanmaydi, shamollash ham to'xtatiladi. U qon kelayotgani faqat shu narsalar uchunmi, ili tam razmer degan narsa ham temasi bormi? Qinni o'zi 8 santimetrli muskul organ. Razmer не имеет значения. Cho'ziluvchan hisoblanadi ayolning qini. Lekin kichkina bo'ladigan bo'lsa, jinsiy olat, bunda ayol umuman hech narsani his qilmasligi mumkin va o'z navbatida unday jinsiy partnyorlar uzoq vaqt birga bo'la olmaydi. Libido deyotganingiz mana shu ham bo'lishi mumkinmi? Libido bunga bog'liq emas. Оргазм женщина может и без члена взять. Поняла? Но размер имеет значение. Kimgadir tushmasligi ham mumkin, значит. Конечно. Nima kattalashib ketgani, nima sabab? Nimaga kattalashib ketdi? Или вообще kattalashib ketsa nima qilish kerak? Xo'p, qin kattalashi nima hisobiga bo'ladi? 1. Tug'ruqlar, katta vaznli bolalar tug'ilishi 1. Nima katta vaznli bolalar? Muskullarning o'zi yaxshi rivojlanmaganligi bo'sh muskullar. O'shanga har doim fizkultura bilan, gimnastika bilan, yoga bilan shug'ullanish kerak. Bunda qin muskullari qisqaradi. Kegel mashqlarini qilish kerak. Toraymaydi yo'q bilan. Birinchi, ikkinchi stepin bo'lsa torayadi. Agar keng bo'lib, eriga bu narsa yoqmay, kimdir etadi, kimdir etmaydi. Etiladigan bo'lsa, plastika amaliyoti. Shu plastikadan keyin, masalan, men eshitganman, shu plastikadan keyin sezuvchanligi kamayib qoladi. Nimaga? Chunki nerv to'qimalari bo'ladi. Baribir qin, nerv to'qimalarimiz bor. Iloji yo'q. Uni agar plastika qilsa-da, u чувствительностьni yo'qotib qo'ysa,
ayol Qaytara olmaydi-yu. чувствительность bo'lmaydi. Ayol klitoridan чувствительность oladi. Hop, чувствительность значит qoladi по-любому. Конечно, qoladi. Qolmaydi deyotgani nimani Libido orgazm u klitordan bo'ladigan narsa. Har xil svechkalar chiqib ketgan to'g'rishtirish uchun. O'shalar ishlaydimi? Hop, u svechalarning tarkibini ko'radigan bo'lsak, achchiq toshi bo'ladi. Achchiq tosh u davolamaydi. U vaqtinchalik qin devorini toraytiradi. Nimani hisobiga? Bujumaytirib qo'yadi. Lekin uni noto'g'ri ishlatilsa, bir haftada 2 martagina mumkin. 3 kun, 4 kunda bir xil har kuni tiqadi. U narsa terini qurishiga olib keladi. U qurigandan keyin tez ishlatilsa, yaralar paydo bo'lishi mumkin. U keyin qonashga olib keladi va og'riqli proses bo'ladi. Shuni hisobiga biz ginekologlar bo'lib turib, unaqa narsani tavsiya qilmaymiz. Yana ginekologiya endi baribir bu hayot notraditsional jinsiy aloqa bor. Bu degani orqa teshik yoki og'iz orqali qilib keyin davom ettirish. Bu juda ko'pgina infeksiyalarni tarqalish yo'lini paydo qiladi. Nimaga? Pasta bo'lishi kerak bo'lgan narsa orqaga kiradi, og'izga kiradi va og'iz bo'shlig'i ham infeksiyalanadi. Masalan, praktikamda shunaqa narsa bo'lganki, ayol kelgan, tekshirilgan, tekshirish natijasida og'iz bo'shlig'ida to'g'ri ichakdagi virus, bakteriyalar aniqlangan. Qayerdan degan savol yuzaga keladi. Qayerdan? Oddiy yo'l bilan. Keyin yaxshilab gaplashilganda u jinsiy hayoti juda qiziq o'tarkan va an'anaviydan tashqari bo'lgan holatlar ham kuzatilar ekan. Bunda qo'pol qilib aytgandek, orqa teshikdagi infeksiyalar og'izda. Bu juda ham katta zarar yetkazgan ayolga, chunki og'iz bo'shlig'imiz ham toza joy emas. Virusga boy, ko'payib tarqalib ketgan. Bu tuzaladimi endi? Albatta, u ayol o'sha dispanserda nazoratga turib, tor mutaxassislar bilan birgalikda 1-2 yil nazoratda turib davolandi. Rahmat Jamila Rahmatullayeva, bugun siz bilan juda ham ko'p mavzularni suhbatlashdik. Yana ham ko'p gaplashishimiz mumkin, lekin vaqtimiz chegaralangan. Vaqtingizni ayamaningiz uchun sizga kattakon rahmat. Savollaringizga to'liq javob bergan bo'lsam, xursandman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana ko'rishguncha xayr.